Bitcoin'ni bitsa bo'ladimi? Bitcoin o'zi nima va uni tarixi qanday? Kelinglar aynan shu haqida hozir gaplashamiz. 2008-yil krizis odamlar ishlarini yo'qotgan, banklar odamlarni aldagan, pullar esa qadrsizlangan. Shu vaqt odamlar tushunib yetadi. Ular ishongan barcha narsa tez orada qulashi mumkin. Va ayni shu payt Satoshi Nakamoto nika ostida bir notanish inson internetga g'alati bir hujjatni joylaydi. Hujjatda men elektron valyuta yaratdim. U butunlay banksiz ishlaydi va uni hech kim hech qachon boshqara olmaydi. Bu revolyutsiya va bu valyutaning nomi Bitcoin. Xo'sh, Bitcoin o'zi nima? Bitcoin bu raqamli pullar. U faqat internetda mavjud. Hech qanday bank, hukumat yoki kompaniyalarga tegishli emas. Bu pul tizimi mustaqil, ochiq va xavfsiz. Xo'sh, endi Bitcoin qanday ishlaydi? Tasavvur qil, hamma odamda pul o'tkazmalarini yozib boradigan bitta daftar bor. Unga shunday yoziladi: Ali Nodirga bitta Bitcoin, Nodir Saidiga 0.5 Bitcoin. Ana endi tasavvur qil, bu daftarni hech kim o'z xohishi bilan ochira olmaydi yoki o'zgartira olmaydi. Sababi uning nusxasi butun dunyodagi minglab kompyuterlarda bor. Shu daftar va uni bloklarga bo'lib yozish tizimi blockchain deyiladi. Va Bitcoin ishlatish uchun bizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Birinchisi bu maxfiy kalit, private key, bu parol. Ikkinchisi esa manzil, wallet address. Bu karta raqamiga o'xshash narsa. 2010-yil bir yigit forumda yozadi: kim menga ikkita pitsa olib kelsa, unga 10,000 Bitcoin beraman. Ha, 10,000 Bitcoin ikkita pitsaga teng. O'sha kuni bu $40 edi. Bugun esa bu yuzlab million dollarlar. Bu tarixdagi Bitcoin bilan bog'liq birinchi real xarid edi. Keyin nima bo'ldi? Keyin esa 2011-yil Bitcoin qora bozorlarda ishlay boshladi. Misol uchun Silk Road. 2013-yil Bitcoin narxi $100 oshdi. 2017-yil Bitcoin narxi $20,000 chiqdi. 2021-yil Bitcoin $60,000 oshdi. Savol: Bitcoinni bitsa bo'ladimi? Javob: yo'q. Bitcoin kalitlari juda ham murakkab. Bitcoinni bizish uchun taxminan shuncha kombinatsiya kerak bo'ladi. Bu sizlar tasavvur qilishingiz uchun koinotdagi atomlarni kvadratdagi ko'paytmasini soni. Bitcoin odam bilan emas, matematika bilan himoyalangan.